CD yo'lidagi shamollash holati asosan qaysi yo'llar orqali yuqadi? Birinchi yo'li bu begona ayollar bilan himoyalanmagan jinsiy aloqa qilish orqali. Bunda bemorda siyganda achishish, og'riq va turli xildagi ajralmalarning kelishi kuzatiladi. Bu holatda PCR orqali tekshirib, nima infeksiya yuqtirilganini aniqlab, davolanish kerak. Agar vaqtida davolanilmasa, asorati urug' yo'llarining yopilishi hisobiga bepushtlik holati bo'ladi. Ikkinchi yo'li esa bu bizning organizmimizda yashaydigan mikroblar, turli xildagi infeksiyalar bo'ladi. Biza ular bilan o'rtoq bo'lib yashaymiz, lekin turli xildagi ta'sirotlar, masalan, sovuq, zaxda ko'p qolib ketish kabi holatlar ro'y bersa, bu infeksiyalarning miqdori CD yo'llarida oshib ketadi va bular albatta CD yo'llarida shamollash holatlarini keltirib chiqaradi. Bularni to'liq aniqlab davolash uchun CD, sperma, urug' suyuqliklari yoki prostatani suyuqligini bak-pasiv tekshiruv orqali nima mikrob kasallik qo'zg'atyapti va unga qanaqa dori ta'sir qilishini aniqlab davolanish zarur hisoblanadi.